Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Biz sizlar bilan o'tgan darsimizda 9-mavzuyimizni boshlagan edik. Demak, bugun 9-mavzuyimizni 3 va 4-qismi bilan davom ettiramiz. Demak, vocabulary and skills development lug'at boyligimizni oshiramiz va qolgan mahoratlarimizni ham rivojlantiramiz. Goals maqsadlarimiz: understand numbers, ingliz tilida raqamlarni tushunish va ularni ifodalash. Shu narsani o'rganamiz hamda say numbers, ularni aytilishini ham. Xo'p, asosan raqamlar bilan shug'ullanamiz biz 9-mavzuyimizning 3-qismida. Birinchi mashqimiz label the places A to H on the map using the words in the box. Demak, bu yerda jadval ichida keltirilgan davlat nomlarini xaritaga moslashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi o'quvchilar. Bunda albatta siz birinchi davlatimiz Indonesia, Jakarta, Java, Malaysia, Papua New Guinea, Singapore, Serbia, the Philippines. Mana shu davlat nomlarini siz o'quvchilar xaritaga joylashtirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Demak, mana o'quvchilar siz hozir mashqni bajarib oldingiz. Endi navbat keyingi mashqqa A2 listen to 6 sentences about Singapore and Papua New Guinea. Tick the numbers you hear. Hozir siz ikkita davlat haqida ma'lumotlarni tinglaysiz va qaysi sonlarni eshitgan bo'lsangiz listeningda o'shalarga tik belgisini qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun ifodalaganda birinchi statistikaga ko'ra 1116 deyildimi yoki 160 soni ishlatildimi? Shu narsaga e'tiborli bo'lasiz. Keyingisida 10% or 20%. Undan keyingisida 3/4 deyildimi? Demak, a quarter degani 4dan 1 ma'nosini anglatadi. 3/4 bo'ladigan bo'lsa bu 3ta chorak ma'nosini bildiradi. Ya'ni 4dan masalan bir aylana doirani biz 4 qismga bo'ladigan bo'lsak, shuni uchala qismi ma'nosini bildiradi. Keyingisi 1965 dedimi yoki 1865 dedimi? Yoki keyingisi 5-ya'ni 5-imiz 19.4 or 19.6 dedimi? Undan keyingisi 3/4 dedimi yoki bo'lmasa xuddi o'sha 3dagi sonlarning teskarisi, ya'ni a quarter dedimi? Tinglaysiz va belgilab olasiz o'quvchilar. Aynan mana shu mashqni bajarishingizdan oldin keling biz sizlar bilan hozir 91-betimizdagi 7-a mashqdagi vocabulary foxni o'rganib olamiz. Mana shu raqamlarni ifodalanishni asosan matematik raqamlarning matematik belgilarni ifodalanishini ingliz tilida bilmasak, siz hozir listeningni bajarishingiz biroz qiyin bo'ladi. Demak, fractions, ya'ni o'sha kasrli sonlarni aytilishi. Misol uchun biz 4dan 1 deb aytadigan bo'lsak, a quarter, ya'ni o'sha aylanani 4 ga bo'ladigan bo'lsak, shuning bitta qismi ma'nosida, ya'ni a quarter. Quarter bu chorakni bildiradi. Xohlagan istalgan bir raqamni siz 2 ga bo'lasiz va o'sha 2 ga bo'lingan qismini ham, qaysidir bir qismini ham 2 ga bo'lsangiz, ana o'shanda chorak kelib chiqadi. Misol uchun biz soat 1 soat 60 daqiqadan iborat. Mana shu 60 daqiqani biz 2 ga bo'lsak 30 daqiqa. O'sha 30 daqiqani ham 2 ga ajratadigan bo'lsak, bu 15 daqiqani bildiradi va 15 daqiqa. Mana shu 15 daqiqamiz bizni 1 soatlik vaqt uchun chorak ma'nosini anglatadi. Chunki biz 1 soatni 2 ga bo'ldik dastavval va o'sha 2 ga bo'linganning bir pallasini, bir qismini ham 2 ga bo'ldik, ya'ni chorakka bo'ldik, yarimni ham chorakka bo'ldik. Shuning uchun ham 15 daqiqa bu yerda soat uchun 15 daqiqa chorak ma'nosini bildiradi. 100%likdan oladigan bo'lsak, 100%ni biz 2 ga bo'ladigan bo'lsak 50% dan tushadi va o'sha 50%ni ham 2 ga ajratadigan bo'lsak, bu yerda 50%imizning choragi, o'sha 100%imizning choragi 25% hisoblanadi. Demak, bu yerda 25 soni chorakni bildiradi. Turli xil sonlarda chorak turlicha bo'lib kelishi mumkin. Aynan mana shuncha son chorakni bildiradi degan tushuncha yo'q. Shunchaki o'sha yarimni yarimiga bo'linishi chorak hisoblanadi. Xo'p, keyingisi assert, ya'ni bu 3dan bitta ma'nosini anglatadi. Endi bu yerda chorak emas, masalan, aylanani siz 3 ga bo'ladigan bo'lsangiz, shuning bittasini beradi. Chunki bu yerda chorak tushunchasi endi yo'qolib ketadi. Shuning uchun ham biz assert shaklida ishlatamiz. Ya'ni 3taning bittasi
ma'nosida. Keyingisi a half, ya'ni half yarim degan yarimning bittasi ma'nosini beradi. Keyingisi esa chorak, aylanani oladigan bo'lsak, 4 ga bo'ladigan bo'lsak, uchala qismi bo'ladigan bo'lsa, 3/4, ya'ni 3 ta chorak ma'nosini beradi. Keyingisi 2/3, ya'ni uchala, o'sha aylanadagi uchala, misol uchun tasavvur qiling, aylana berilgan va aylanani 3 ga bo'ldik. 3 dan ikkala qismini siz bo'yab qo'yibsiz yoki ikkala qismini, ikkala porsiya deymiz. Mana shu ikkala qismini oladigan bo'lsak, demak 2/3, ya'ni 3 ning ikkitasi ma'nosini beradi. Va keyingisi 2/5, ya'ni aylanani 5 ga bo'ladigan bo'lsak va 5 ga bo'linganning ikkala qismini olmoqchi bo'lsangiz, 5 talikning ikkitasi ma'nosini beradi. Ya'ni shuning uchun ham 2/5 bilan ishlatiladi. Bular albatta kasrni bildiruvchi tushunchalar matematikadagi, ingliz tili matematikasida qo'llaniladigan ifodalar hisoblanadi. Percentages, ya'ni foizlarni qanday ifodalash? Shunchaki oddiy o'sha raqam va uning ortidan keladigan foiz belgisining aytilishi bilan ifodalanadi. Misol uchun 15%, yoki bo'lmasam butunli foizlar bo'ladigan bo'lsa, o'sha nuqtani o'rniga biz point so'zini ishlatamiz. Ya'ni 4.7%, ya'ni 4.7%. Keyingisi decimals, demak bu yerda qoldiqli sonlar. Demak 2.89 ni aytadigan bo'lsak, aytganimdek mana shu butun, ya'ni o'sha nuqta berilgan o'rniga biz point so'zini qo'ygan holda talaffuz qilamiz. Ya'ni aytamiz, ifodalaymiz. 2.89. Demak 2.89, 8 va 9 so'zlar ham alohida ifodalangan, ya'ni 8, 9 shaklida. Keyingisi, agar mana shunday butunli sonlarda 0 kelgan bo'lsa, biz buni not tarzida talaffuz qilamiz, ya'ni not yozilishi NOUGHT shaklida yoziladi va talaffuzi not, ya'ni 0.3, 0.3 shaklida talaffuz qilinadi, aytiladi. Ya'ni temperatures, haroratni aytganda, demak 22 degrees Celsius yoki bo'lmasa -7. Agar minus harorat bo'ladigan bo'lsa, biz albatta minus so'zini qo'yishimiz kerak. Plus haroratda biz hech qanaqa plus shaklida aytishimiz shart emas. Shunchaki ifodalasak, o'sha shunchaki biz haroratni aytishimiz uni plus darajada ekanligini bildiradi, lekin minusni ifodalaganda albatta minus so'zini ishlatishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi dates, sanalarni qanday biz ifodalaymiz ingliz tilida? The 1st of September, ya'ni sentyabrning 1-sanasi yoki bo'lmasam the 26th of March. Demak, 26-mart shaklida albatta biz tartib raqamlar sonlari orqali ifodalaymiz, ya'ni nichi qo'shimchalarini qo'shgan holatda. Of predlogini ham ishlatishimiz kerak. Chunki sentyabrning 1-si yoki bo'lmasa martning 26-si ma'nolarida qo'llash uchun ham of predlogi bizga kerak bo'ladi. Mana o'quvchilar, biz sizlar bilan demak, vocabulary focusni o'rganib oldik. Endi siz uchun o'ylaymanki, qiyin bo'lmaydi sonlarni to'g'ri talaffuz qilish va tinglaganda ham to'g'ri tushunib olish. Demak, hozir siz ikkinchi mashqni bajarib olasiz. Mana o'quvchilar, siz hozir listeningni ham bajarib oldingiz. Navbat 3-mashq. Bu yerda ham biz sonlarga doir bo'lgan qoidalarni o'rganib olamiz. Juda ham foydali, albatta yozib oling. Demak, unlock the code numbers, raqamlar. Talaffuzni qanday qilib to'g'ri qo'yish kerakligini hozir ko'rib chiqamiz. Demak, some numbers can sound very similar. Ba'zi demak raqamlar juda ham bir-biriga o'xshash tarzda talaffuz qilinadi. Ayniqsa listeningda, o'sha IELTS yoki bo'lmasam siz multi level imtihonlariga kiradigan bo'lsangiz, chalkashtiruvchi, bir-biriga o'xshash tarzda talaffuz qilinuvchi sonlarni atayin beradi. Misol uchun tasavvur qiling, 17 or 70. Agar siz diqqat bilan tinglamaydigan bo'lsangiz, u yerda masalan so'zlarni bir-biriga ulab ketish hodisasi sodir bo'lganida siz anglay olmay qolishingiz mumkin bo'ladi. 17 or 70. Which one is told the speaker? Ya'ni gapiruvchi qaysi birsini ifodalaganligini bilmay qolishingiz mumkin. Xo'p, shunday holatda notice the different stress. Bu yerda siz urg'uga e'tibor berishingiz kerak. 10 talik sonlarda, ya'ni 20, 30, 40 sonlarida urg'u birinchi bo'g'inga tushadi. Shuning uchun ham 30 students, ya'ni 30 shaklidagi so shakliga tushadi.
keyin 11dan 19gacha bo'lgan sonlarda esa urg'u ikkinchi qismga, ya'ni teen qismiga tushadi. Misol uchun 13 tarzda talaffuz qilinadi. Yoki bo'lmasam bu yerda mana 90 so'zi soni berilgan. Bu yerda birinchi bo'g'inga tushadi 90. 19 da esa teen qismiga urg'u berishimiz kerak. Shu orqali siz farqlab olishingiz mumkin, qaysi bir son o'sha gapiruvchining nutqida ifodalanayotganligini. Demak, keyingi qoida for large numbers we say, ko'p xonali raqamlarni talaffuz qilish. Misol uchun bu yerda 100 soni berilgan 100 or 100. Shunchaki 100 shaklida talaffuz qilishingiz mumkin. 200 bo'ladigan bo'lsa 200, not 200s. Demak, biz 200, 100 so'ziga s qo'shimchasini qo'shmaymiz. 200lar demaymiz, 200 shunchaki. Keyingisi endi undan ham ko'proq xonali sonlar, ya'ni 3420 qanday talaffuz qilinadi? Dastavval 3000, keyin 400 va undan keyin 20. Xuddi o'zbek tilida qanday qilib biz ifodalaydigan bo'lsak, ingliz tilida ham xuddi shunday ifodalanadi. Ya'ni 3420. Mana 3400 va 20 tarzida talaffuz qildik. Aytdik. Bu yerda 4 million berilgan, shunchaki biz 4 million, 4 millions emas, 4 million. 4 million tarzida talaffuz qilamiz. Keyingi qoidamiz for years we say. Endi demak, yillarni qanday qilib biz talaffuz qilishimiz kerak. Mana bu yerda 1998 yili berilgan. Biz o'zbek tilida 1998 tarzida talaffuz qilamiz, lekin ingliz tilida unday emas. Yillar boshqacha talaffuz qilinadi, aytiladi, ifodalanadi. Ya'ni ular ikkiga bo'lib 1998 tarzida ifodalanadi. Albatta siz 1998 tarzida ham ifodalashingiz mumkin, lekin asosan xuddi shu yuqorida aytilganidek 1998 tarzida ifodalanadi. Ya'ni 1998 yoki bo'lmasam 2000 dan keyingi yillar esa ikki xil tarzda ifodalanishi mumkin. Ya'ni 2018 yoki bo'lmasam 2018. Xohlasangiz ikki qismga bo'lib, xohlasangiz 2018 tarzida ifodalashingiz mumkin bo'ladi. Mana o'quvchilar, biz qoidani o'rganib oldik. Endi siz mana shu qoidalar asosida listening mashqlarini bajarasiz. Xo'p, bu yerda 4-mashqda listen to the first part of a lecture about Indonesia and complete the text with the numbers you hear. Hozir siz Indoneziya davlati haqida berilgan ma'ruzadan parchani tinglaysiz va tushib qolgan raqamlarni, statistikani yozib olishingiz kerak bo'ladi. Albatta bularni siz harflarda yozishingiz shart emas, sonlarda, raqamlar orqali, ya'ni sonlarni raqamlar orqali ifodalab yozib olishingiz mumkin bo'ladi. Agar bir marotaba tinglaganda o'quvchilar siz barcha ma'lumotlarni yozib ola olmagan bo'lsangiz, ulgura olmasangiz, ikkinchi marotaba qaytadan tinglab, har bir bo'shliqni to'ldirib qo'yishingiz shart bo'ladi. Mana o'quvchilar, siz hozir 4-mashqni bajardingiz. Navbat endi yana listening mashqi, 5-mashq. Bu yerda listen to the second part of the lecture and complete the table with the correct numbers. Endi siz mana shu Indoneziya haqidagi berilgan ma'ruzani ikkinchi qismini tinglaysiz va bu yerdagi jadvalda ko'rsatilgan mana shu ma'lumotlarni raqamlardagi o'sha ko'rsatkichlarni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Demak, size from east to west. Demak, sharqdan g'arbgacha bo'lgan o'lchamini, Indoneziyaning o'lchamini yozishingiz kerak, metr kvadratlarda albatta. Keyingisi Indonesians working on farms. Demak, indoneziyaliklarning qancha qismi fermalarda ishlaydi. Qismda yozasiz, qanchadir bir foizda ko'rsatiladi albatta. Keyingisi climate minimum temperature. Demak, harorat eng minus haroratni. Necha harorat, demak sovuq haroratni ko'rsatadi. Bu 3-ustunga yozasiz. Keyingisida esa maximum temperature, eng yuqori haroratni yozasiz. Rain a year, bir yilda, demak, qanchalik metr kub o'sha yomg'ir yog'adi. Keyingisi maximum rain in the mountain areas. Tog'li hududlarda eng yuqori yomg'ir yog'ish ko'rsatkichlari va oxirgisi rice imports. Qanchalik foizda guruchlar demak import qilinadi. Mana o'quvchilar, listeningni ham bajarib oldingiz. O'ylaymanki siz uchun qiyin bo'lmadi va o'zingizga kerakli bo'lgan statistik ma'lumotlarni olib oldingiz. Endi navbat keyingisi bu uyga vazifa.
siz uchun what are the dates and the numbers for your country and countries. Demak, o'zingizni davlatingiz uchun statistik ma'lumotlarni to'ldirib chiqasiz. Number of people, sizning davlatingizda qanchalik odam istiqomat qiladi? Umumiy davlatingizda. Qaysi bir viloyatida yoki shahrida emas. Keyingisi large city, demak the largest city, eng katta shahri. O'zingizni davlatingizning eng katta shahri bu qaysi shahar hisoblanishi yozasiz. Minimum temperature, eng o'sha past harorat va maximum temperature, eng yuqori harorat qanchani tashkil qiladi yozasiz. An important day, demak davlatingiz uchun muhim bo'lgan kun, ya'ni bu asosan mustaqillik kuni hisoblanadi. Bajarasiz o'quvchilar, albatta bu uyga vazifa. Biz sizlar bilan 7-A mashqni o'rganib chiqdik. Endi siz mana shu 7-A mashqdagi qoidalar va 3-A mashqdagi o'sha unlocks code ni o'rganib chiqdik. Mana shu sonlar haqidagi qoidalardan kelib chiqib, o'quvchilar siz 7-A mashqni bajarishingiz kerak. Bu yerda ifodalangan sonlarni, ularni o'sha qanday qilib o'qilishi ifodalangani yozilganligi bilan moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun birinchisida 7.35 topasiz va belgilaysiz. Albatta bu o'zini to'g'risida yozilgan ekan, birinchi A ga to'g'ri keladi. Qolganlarini o'quvchilar moslashtirasiz, match qilasiz va birozdan keyin tekshirib olasiz. Bu yerda 9ning 15-listening orqali tekshirib olsangiz bo'ladi. Albatta siz ko'proq mana shu raqamlarni o'zingiz turlicha raqamlarni yozib, ularni talaffuzini mashq qiling. O'zingiz nutqingizda aktivlashtiring. Mana o'quvchilar, siz hozir 7-B mashqni ham bajarib oldingiz. Navbat endi 8-mashqqa take turns to practice saying the numbers. Demak, bu yerdagi berilgan raqamlarni to'g'ri ifodalashni mashq qiling. Keling birgalikda talaffuz qilamiz. Birinchisi 7.4%. 7.4%. Keyingisi demak 2 and 2/3. 2 and 2/3. Ya'ni 2 va 3/2 tarzda talaffuz qilamiz. Keyingisi demak bu iyul oyining 92-yil iyul oyining 21-sanasi. Demak 21st of July 1992. Yoki bo'lmasam keyingisi -11.7 degrees Celsius. Beshinchisi 0.23. Undan keyingisi fevral oyining 20-si. Demak the 20th of February 2015 yoki bo'lmasam 2015. Yettinchisi 100 degrees Celsius. Oxirgisi 1.25. Mana o'quvchilar mashq qildik. Endi keyingi mashqimiz look at the information 1 to 7 and guess the numbers. Bu yerda biz 1 dan 7 gacha bo'lgan ma'lumotlarni sizlar bilan hozir o'rganamiz va taxminiy raqamlarni topishimiz kerak. Bu ham sizga o'quvchilar uyga vazifa, chunki siz albatta bu yerda research qilishingiz kerak, tekshirib, ko'rib, izlanib topishingiz kerak bo'ladi. The lowest temperature recorded on Earth. Yerda qayd etilgan eng past harorat. The date man first landed on the moon. Demak, oyga birinchi qadam bosgan insoniyatning qadami birinchi borgan sana. The amount of chocolate Belgium produces a year. Bilasiz, Belgiya shokoladlari eng ajoyib, eng o'sha mashhur shokoladlar. Belgiya shokoladlari yiliga qanchalik shokolad, qancha miqdordagi shokolad ishlab chiqaradi. Keyingisi the number of times an adult laughs a day. Demak, katta insonlar kuniga qanchalik ko'p marotaba kulishadi. Undan keyingisi the number of times a child laughs a day. Demak, bir bola bir kunda, ya'ni yosh bola bir kunda qanchalik ko'p kuladi. The percentage of people using Facebook at work. Demak, ishda necha foiz odamlar o'zining ishida Facebookdan foydalanishadi. Keyingisi the number of years people spend eating in their lifetime. Juda ham qiziqarli. Demak, odamlar taxminan o'sha umrining necha qismini, necha yilini
faqatgina ovqat tanovul qilish uchun sarflaydi. Mana shu ma'lumotlarni topib o'zingiz uchun yozib olasiz. Bu ham albatta uyga topshiriq o'quvchilar. Demak, biz hozir 9-mavzuyimizni 3-qismini tugallab oldik. Navbat 9-mavzuyimizni 4-qismi. Speaking and writing, ya'ni gapirish va yozish ko'nikmamizni oshirish. Goals, nimalarni o'rganamiz? Ask about and recommend a place to eat. Demak, qayerda tanovul qilish mumkinligi haqida so'rash va tavsiya berish, shu narsani o'rganamiz. Keyingisi order food in a restaurant. Demak, restoranda ovqat buyurtma qilishni ham o'rganib olamiz sizlar bilan. Ya'ni qanday qilib biz xushmuomalalik bilan ovqat buyurtma qilishimiz mumkin ekan. Birinchi mashq asking about and recommending a place to eat. Demak, o'quvchilar bularni ham siz o'zingiz mustaqil ravishda speakingni rivojlantirish uchun mashq qilasiz. Keyingi savolimiz where did you go and who did you go with? Qayerga bordingiz va kim bilan tanovul qildingiz? Was it good va u ajoyib bo'ldimi? Ya'ni o'sha tanovul sizga yoqdimi tarzida. Savollarga javob berasiz o'quvchilar. Va biz sizlar bilan ikkinchi mashqdan davom ettiramiz. Read the email from Stefano to his friend Vera. Demak, Stefano o'zining do'sti Veraga email yozgan, o'qiymiz. Why is he writing to her? Nima sababdan Veraga Stefano maktub yozyapti? Demak, hi Vera, salom Vera. How are you? Ahvollaring qalay? Everything is good with me. Men bilan hammasi joyida. I am going to Edinburgh this weekend with Molly for the 20th birthday. For her 20th birthday. Demak, men bu hafta oxirida Molly bilan 25 yoshini nishonlash uchun Edinburghga bormoqchimiz. I know you finished university there last year and I hope you can help me with something. Demak, men bilaman sen o'tgan yili Edinburghda universitetni tamomlading va sen menga menga kerakli bo'lgan narsalarda yordam bera olasan. We are looking for a restaurant to have dinner on Saturday night. Biz shanba kuni kechqurun restoranda tanovul qilish uchun restoran qidiryapmiz. What's your favorite restaurant? Sening sevimli restoraning qaysi? Do you know anywhere that's quite cheap and has good food? Demak, narxi arzonroq, lekin taomlari yaxshi bo'lgan biror joyni bilasanmi? Also, there is a good place to sit outside and eat. Va shunday joy bo'lsinki, o'sha tashqarida o'tirib ovqatlanish mumkin bo'lgan. And with a nice view of castle. Va men o'sha qasrning ajoyib manzarasidan bahramand bo'lishni xohlayman. Are the restaurants in Edinburgh busy on Saturdays? Demak, Edinburgh shahrida restoranlar shanba kunlari juda ham gavjum bo'ladimi? Do I need to book a table? Men oldindan demak, stol buyurtma qilib qo'yishim kerakmi? Thanks for your help. Yordaming uchun rahmat, Stefano. Mana Stefano o'ziga kerak bo'lgan ma'lumotlarni so'rab Veraga yozgan maktubi. Bunda e'tibor bering o'quvchilar, yozish shakliga. Salomlashgandan keyin hi Vera, demak salom degandan keyin o'sha insonning nomi yozilgan, ismi va virgul qo'yilgandan keyin ochiq joy tashlanib ketib, undan keyin asosiy matn ketgan, ya'ni asosiy matn yozilgan va oxirida xayrlashuv qismi ham xuddi shunday ochiq joy qoldirilgan, xayrlashgan va o'zini ismini yozish uchun ham yana orada joy qoldirib, undan keyin ismini yozgan. Mana shu shablonga juda ham o'quvchilar e'tiborli bo'ling. Xuddi shu tarzda email yoziladi. Xo'p, mana biz hozir sizlar bilan tanishib oldik Stefanoning emaili bilan. Endi hozir siz ikkinchi B mashqni bajarasiz mana shu emaildan kelib chiqqan holda. Tick the things that Stefano wants to know about a place to eat in Edinburgh. Edinburghda tanovul qilish uchun qanday narsalarni bilishni xohlagan Stefano mana shu emaildan kelib chiqib, birdan 10 gacha bo'lgan bu yerdagi savollarga tik qo'yib chiqishingiz kerak. Directions to get there. Edinburghga borish yo'nalishini so'radimi yoki yo'qmi? Vera's favorite place. Veraning sevimli joyi tanovul qilish uchun. The prices, narx-navolari haqida so'radimi? Nice food, ajoyib taomlari haqida. Opening times, qaysi vaqtlarda ochilib yopilishini so'radimi? Possible to sit outside. Tashqarida demak o'tirib ovqatlanish mumkin yoki mumkin emasligi haqida so'radimi? The waitress, demak ofitsiantlar haqida, ularning misol uchun servis xizmat ko'rsatishi haqida. The view, manzara.
busy or not, demak shanba kunlari gavjum bo'lish bo'lmasligi, need to book, oldindan buyurtma qilish yoki qilmaslikni so'radimi yoki yo'qmi, tik qo'yib chiqasiz o'quvchilar o'zingiz mustaqil ravishda. Va birozdan keyin biz sizlar bilan 3-mashqni ko'rib chiqamiz. O'zingiz buni ham mustaqil ravishda bajarasiz. Mana o'quvchilar 2-mashqni bajardingiz. Navbat 3-mashq. Read Vera's reply and underline her answers to Stefano's questions. Demak, Vera Stefanoga javob maktubini yozgan. Demak, javob maktubini biz tanishib olamiz javob maktubi bilan va Stefanoning savollariga javob qismlarini tagiga chizib olish kerak. Does she tell him to go to her favorite restaurant? Demak, Vera o'zining sevimli restoraniga borishni tavsiya qildimi Stefanoga yoki yo'qmi? Hi Stefano, salom Stefano. Great to hear from you and I'm glad you are well. Sendan o'sha xabardor bo'lish bu men uchun ajoyib, ya'ni xursandman. Seni sog'lig'ingni eshitganligimdan ham bog'iyatda mamnunman. My favorite place is the Castle Terrace because the food is amazing but it's quite expensive. Mening sevimli tanovul joyim bu Castle Terrace restorani hisoblanadi, chunki u yerdagi taomlar juda ham ajoyib, lekin biroz qimmatroq. There is also a place called Kaila's Kitchen with good cheap food. Va bu yerda o'sha Edinburgda Kailaning oshxonasi nomli o'sha restoran ham bor, ovqatlari yaxshi va arzonroq. You can't eat outside there. It's not often very warm in Scotland, but it has wonderful view of the city from the rooftop restaurant. Sen u yerda, demak, tashqarida ovqatlana olmaysan, chunki Shotlandiya davlati, ya'ni o'sha Edinburg shahri joylashgan davlat odatda iliq bo'lmaydi. Lekin sen shahar manzarasidan bahramand bo'lishing mumkin restoranning eng yuqorgi qismida o'rin olsang. The waitress are really friendly too, so I think you should go there. Va ofitsiantlar ham juda ham muloyim, shuning uchun ham men senga o'sha yerga borishingni tavsiya qilaman. Okay, have a brilliant time and let me know how your trip goes. Senga ajoyib hordiq tilayman, ya'ni o'sha vaqting ajoyib o'tsin va albatta menga o'zingni sayohating haqida gapirib berishingni xohlar edim. Vera P.S. ya'ni o'sha qistirma berilgan, bu yerda eslatma. You should book a table on the Saturday night because it's very popular. Va eslatma shuki, sen shanba kuni kechqurun uchun stol buyurtma qilishing kerak, chunki u yer juda ham mashhur restoran hisoblanadi. Mana o'quvchilar, siz hozir o'zingiz mustaqil ravishda Stefanoning bergan savollarga Veraning javoblarini tagiga chizib olishingiz kerak bo'ladi. Va albatta Vera o'zining sevimli restoraniga borishni tavsiya qilmadi, aksincha boshqa bir restoranni tavsiya qildi. Mana o'quvchilar, mashqni bajardingiz. Navbat 4-mashqqa. Put the words in the right order to make questions and answers about a place to eat. Bu yerda berilgan 1dan 10 gacha bo'lgan gaplarning so'zlari notartib ravishda berilgan. Siz bularni tartibma-tartib qo'yib, gaplarni tuzib olishingiz kerak bo'ladi. Gaplarni tuzasiz va 9ning 16-listening orqali tekshirib olasiz. Keling, birinchisini namuna sifatida ko'ramiz. Demak, dastavval biz egani qo'yishimiz kerak. Shuning uchun ham we are looking for a Thai restaurant. Demak, we are looking for a Thai restaurant. Biz Tailand restoranini qidiryapmiz. Bu yerda Thai so'zi sifatlashgan. Shuning uchun ham restoran, ya'ni ot so'z turkumining oldida ifodalanadi. Mana o'quvchilar, birinchi o'sha 4-mashqning birinchi gapini namuna sifatida sizlar bilan bajardik. Qolganini bajarasiz va listening orqali tekshirib olasiz. Mana o'quvchilar, siz hozir 4-mashqni bajarib oldingiz. Navbat endi 5-mashqqa. Demak, write an email to another student in the class. O'zingizni o'sha sinfingizdan kimdirga email yozing. Choose a situations 1 to 3 and ask them to recommend their restaurant. Bu yerda uchala vaziyat berilgan. Mana shu uchala vaziyatdan bittasini tanlab olib, mana shu vaziyatdan kelib chiqqan holda siz email yozing. Tanovul qilish uchun restoran
ni tavsiya qilishini so'rang. Birinchi vaziyat, you and your friends or family are tourists and want to have lunch in a restaurant with a view. Demak, siz va oila a'zolaringiz yoki bo'lmasam do'stlaringiz, siz turistlarsiz qaysidir bir davlatda va siz tushlik qilish uchun restoran qidirib yuribsiz. Manzarasi bor bo'lgan, manzarali joyda joylashgan restoran. Mana shu mavzuda siz email yozishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz yuqorida o'rgangan ikkinchi mashqdagi va uchinchi mashqdagi emaillardan andaza olgan holda yozishingiz kerak bo'ladi. Keyingi vaziyat, you are a group of students and want to have lunch in a cheap restaurant. Siz demak bir guruh studentlarsiz, talabalarsiz va siz arzonroq restoranda tushlik qilmoqchisiz. Tavsiya so'raysiz, qaysi restoranni o'sha yaxshi ekanligini, arzonroq ekanligini. Keyingisi, you are with some colleagues and want to have dinner in a smart restaurant. Siz o'zingizni hamkasblaringiz bilansiz va siz demak rasmiy ravishda kechki ovqatni tanovul qilmoqchisiz. O'sha rasmiyatchilikka to'g'ri keladigan restoran qidirib yuribsiz. Mana shu bo'yicha siz tavsiya so'rab email yozishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun siz mana bu yerda berilgan language for writing boxdan foydalanishingiz mumkin. Ya'ni maslahat so'raganda qanday iboralarni qo'llashingiz mumkin va maslahat berganda qanday iboralarni qo'llash kerakligini o'rganib chiqamiz hozir. Siz qo'llashingiz mumkin bo'ladi mana shularni emailingizda. Demak, I am looking for yoki we are looking for. Biz qidiryapmiz yoki men qidiryapman. Misol uchun aytishingiz mumkin, I am looking for a restaurant with a wonderful view. Ajoyib manzarali restoran qidirib yuribman. Yoki bo'lmasam, what's your favorite restaurant yoki what's your favorite cafe tarzida berishingiz mumkin. Yoki do you know any ways that there is a castle view? Demak, shunday qasrning manzarasi bor bo'lgan biror bir joyni bilasanmi? Yoki there is a good place to eat out. Tashqarida tanovul qilish mumkin bo'lgan ajoyib joy qayerda? Yoki do I need to book in advance yoki do we need to book in advance? Oldindan biz buyurtma qilishimiz kerakmi? O'sha joy, o'rin, a table or not? Ya'ni shu narsani so'rashdi. Endi recommending a place to eat. Tanovul qilish uchun joyni tavsiya qilgan paytimizda qanday iboralarni qo'llashimiz mumkin? Demak, my favorite place is deb turib o'sha joy nomini aytasiz va becausedan keyin sababini keltirasiz. Keyingisi, there is a place called, demak there is a place, demak there is a place called, demak shunday nomli joy bor bu yerda. With, misol uchun, there is a place called Favora restaurant with a wonderful view. Demak ajoyib manzarali Favora deb nomlangan restoran bor. Yoki you can't sit outside. Siz tashqarida tanovul qilishingiz mumkin yoki tanovul qila olmaysiz. Bunda imkoniyat yo'q. It has wonderful view yoki bo'lmasam it has wonderful atmosphere, ya'ni o'sha ajoyib atmosferaga yoki bo'lmasam manzaraga ega bo'lgan restoran. You should book in advance. Oldindan sen buyurtma qilishing kerak yoki bo'lmasam you don't have to book in advance. Oldindan buyurtma qilishing kerak emas tarzida aytishingiz mumkin. Yoki I think you should go there. Men tavsiya qilaman u yerga borishing kerakligini, menimcha sen borishing kerak tarzidagi jumla. Yoki it's very popular. Bu juda ham mashhur joy. Mana shu iboralardan foydalanib siz email yozishingiz kerak bo'ladi. Uchala vaziyatdan bittasini tanlab. Bu ham albatta uyga vazifa o'quvchilar. Mana endi biz 6-mashqqa yetib keldik. Bu yerda listening. Stefano and Molly are at Kayla's Kitchen in Edinburgh. Demak, Stefano hamda Molly Kayla's Kitchen restoraniga kelishdi Edinburghdagi. Listen to their conversation with the waiter. Demak, ular ofitsiant bilan olib borgan suhbatini tinglang. What do they order? Ular nimalar buyurtma qilishdi? Buyurtma qilgan narsalarni yozib olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun ular ichishga limonad buyurtma qilgan bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam yeyish uchun sandwich yoki bo'lmasam qandaydir bir pasta, ya'ni o'sha makaronli taom buyurtma qilgan bo'lishlari mumkin bo'ladi. Yozib olasiz. O'quvchilar listeningni o'zingiz mustaqil ravishda bajarasiz. Mana o'quvchilar listening ham bajarib oldingiz. Navbat endi 7-mashq. Bu yerda siz can I, can we, could we or would you like so'zlarini qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi.
would you like xohlarmidingiz, can I yoki can we yoki could we bu request, ya'ni ijozat so'rashda ishlatiladigan modal fe'llar, ya'ni mumkinmi ma'nosida. Misol uchun would you like to order, buyurtma qilishni xohlaysizmi? Keyingisi have the grilled chicken please, ya'ni could I have the grilled chicken please yoki can we have the grilled kitchen please tarzida. Buni albatta siz o'quvchilar listeningdan kelib chiqqan holda, siz undan oldin 6-mashqda listening tingladingiz, mana shu listeningdan kelib chiqqan holda bajarasiz. Keyin yana qaytadan 7-B mashqdagi listening orqali tekshirib olasiz, qanchalik to'g'ri siz 7-mashqni bajargan yoki bajarmaganligingizni. Bugungi darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. O'ylaymanki, sizlar uchun bugungi darsimiz qiziqarli va ajoyib ma'lumotlarga boy bo'ldi. Sizlar bilan ingliz tilida sonlarni ifodalanishini, kasrli sonlar, butunli sonlarning aytilishini o'rgandik, yillarni ham albatta. Va undan tashqari qanday qilib restoranda buyurtma berish kerakligi, emailni qanday qilib yozish kerakligini ham albatta ko'rib chiqdik. Uyingizda yana o'zingiz mashq qiling, vazifalarni bajaring, sizga notanish bo'lgan so'zlarni yozib oling. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.